Aziz teletomoshabinlar, jonli efir orqali biz davom etamiz. Kun nafasi loyihasini kuzatyapsiz. Studiyamizda navbatdagi mehmonlarimiz bor. Ularni tanishtirib o'taman. Marhamat. Davlatxon Tolipov, xirurg hamda Obidjon Rizayev, endoxirurg. Bugun juda ham qiziqarli suhbat bo'ladi. Eng kerakli savollarni Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Rahmat. Sizlar ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Bugungi mavzumiz qaysi ro'yxatda kichkinagina mavzumiz bu semizlik haqida adashmasam. O'zi umuman savolim birinchisi endoxirurg. Bu qanday soha, qanday kasb? Bizga ozgina ma'lumot bersangiz, Obid aka. Assalomu alaykum. Juda xursandman chaqirganingizdan. Juda aktual tema mavzu tanlandi deb o'ylayman. Endoxirurgiya bu xirurgiyani bir qismi. Endoxirurgiya hozirgi kunda mana oldin traditsion xirurgiya bor edi, kesib qilinardi. Qorni kesib, ma'lum bir qorin bo'shlig'ida operatsiya qilish uchun, amaliyot o'tkazish uchun. Hozirgi kunda laparoskop yoki robot degan texnologiyalar bor, eshitgan bo'lsangiz kerak. Ular qorni kesmaydi, qorin old devordan kichik kesmalar, ya'ni teshiklar orqali instrumentlar kirgiziladi. Haligi qorni kesmasdan ichkarida ishlanganligi uchun endo so'zi ichki. Haligi endoxirurgiya malainvaziv, ya'ni katta jarohat bo'lmasdan ishlanadigan xirurgiya bu endoxirurgiya hisoblanadi. Tushunarli. Endi aynan mana shu endoxirurgiyani bugungi kundagi dolzarb mavzu bo'lgan semizlik bilan bog'lasak, qanday bog'liqligi bor? O'zi semizlik nima bu? Kasallikmi yoki oddiy bir holatmi? Shu haqida bizga bir mutaxassis sifatida ma'lumot bering. Xo'p, semizlikka birinchi ta'rif berib o'taman. Semizlik hozirgi kunda aktual muammolardan bittasi bo'lib kelyapti. Даже hatto ketishimiz mumkin pandemiya holatida ham. Nima uchun aholimizni, bu aholimiz emas, butun dunyoni aytaylik 30% aholisi ortiqcha vaznda, ortiqcha vazn bilan og'riydi. Ortiqcha vazn bilan og'riydi. 15% ga yaqini semizlik bilan og'riydi. Ortiqcha vazn bor, semizlik borda. Semizlik bilan og'riydi. Ya'ni yer yuzida aytaylik 8 milliard aholi bo'ladigan bo'lsa, aytaylik 1 milliarddan ortig'i semizlik kasalligi bilan kurashadi. Kasallik bilan og'riydi. Nima uchun kasallik deyapmiz? Sababi semizlik bu metabolik o'zgarishlar, ya'ni modda almashinuvi organizmdagi o'zgarishlar bilan bog'liq. Bunda qon bosimi oshishi eshitgan bo'lsangiz kerak. Ko'p asoratlar bor. Mana sahrani diabetda dislipidemiya deymiz, ya'ni qonda yog'larning almashinuvi buziladi, infarkt, insult kelib chiqishi, keyin nochnoy apnoe deydi, kechqurun uyquni, bu alohida mavzu. Shu kabi haligi asoratlar bilan birga keladi. Shuning uchun semizlikni ham kasallik deb hisoblashimiz mumkin. Xo'p, endi ikkinchi bergan savolingiz bu endoxirurgiya bilan qanaqa bog'liq? Hozirgi kunda jadal haligi semizlikka kurash borilyapti. Bu bo'lishi mumkin tabiiy yo'l bilan, mana diyetalar deymiz, to'g'ri ovqatlanish deymiz. Endokrinologlar mana o'zining dorilari bilan-da, shu qatorda shunaqa o'zini ko'rsatmalar bilan oladigan bo'lsak, xirurgiya ham o'z hissasini qo'shib kelyapti boyagi semizlikka, ortiqcha vaznga qarshi kurashdi. Ma'lumki, ortiqcha vaznli bemor, semiz bo'lgan bemorlarimizda terida yog' qatlamni haligi ortiqcha ko'p bo'ladi-da, ularda kesma qiladigan bo'lsangiz, ularda yara bitishi qiyin. Reabilitatsiyasi qiyin bo'ladi. Shu sababli endoxirurgiya, ya'ni biz kesmalarsiz aytaylik, teshiklar orqali qilganligimiz uchun endoxirurgiyani afzalliklari hozirgi kunda juda oshib ketdi. Kam jarohat bilan operatsiya o'tkazyapmiz boyagi ortiqcha vaznli bemorlarimizda. Endi aynan mana shu ortiqcha vazn bilan og'rigan bemorlarda murojaatlar asosan qaysi turdagi operatsiyalarga bo'ladi? Ya'ni qaysi yo'llarni tanlashyapti? Qaysi yo'llarni? Yog' oldirishmi yoki bo'lmasam biz ko'p eshitib qolamiz, oshqozonni qisqartirish. Yo'llari bor hozir, shu ommalashgan haqiqatda. Ilmiy tilda buni bariatriya muolajasi deyiladimi? Tushunchasi bor. Aynan shunga ham ta'rif berib o'tsangiz. Xo'p, mana bariatriya degani bu boyaga aytgandek, organizmdagi moddalar almashinuvini korreksiya qiladigan xirurgiyani bir sohasi. Moddalar almashinuvi. Ya'ni bu yerda bo'lishi mumkin yog'lar, uglevodlar, oqsillar, haligini hammasini boyaga ortiqcha vaznli bemorlarda korreksiya qiladigan soha. Xo'p, bariatriyani qator operatsiyaning turlari bor. Bu bo'lishi mumkin. Men hozirgi kunda eng xalqimizda haligi eshitishayotgan, siz aytayotgandek oshqozonni qisqartirish, ilmiy tilda slif deymiz yoki prodolniy rezeksiya, bo'ylama kesimi, oshqozon rezeksiyasi deyiladi. Va undan tashqari qator turlari bor, 10 ga yaqin turlari bor, balki undan ham ko'pdir.
ko'p ishlaydiganlari. Tam gastr shuntlash deymiz, ru bo'yicha mini gastrik bypass, sasiy usulda gastr shuntlash qator turlari bor. Xo'p, bu turlari haqida edi. O'zi sog'lom inson necha kilogramm bo'lishi kerak? O'zi sog'lom o'sha o'zini normasi bo'lsa kerak, to'g'rimi? Undan qaysi kilodan oshsa, u semizlikka kiradi. Xo'p, to'g'ri savol bo'ldi. Indeks massa tela degan narsa bor. Bu bo'y va vaznni nisbati bilan olinadi. O'zini formulasi bor. Misol uchun aytaylik, bo'yi keling, mendan kelib chiqaylik. Men misol uchun bo'yim 182, vaznim 82 kilogramm. 82 kilo. Bu yerda formulasi shunaqaki, kilogramm taqsim bo'yi kvadratiga. Misol uchun yarmiga bo'ladi shunda? Kvadratiga ko'paytiriladi. Yo'q, bo'linadi. Bo'linadi. Kilogramm taqsim metr kvadrat. Misol uchun 182 bo'yingiz bo'ladigan bo'lsa, 1.2 ni kvadratini olasiz. Bo'y 1.82 kvadrat. Bo'yingiz, vazningiz necha kilo dedingiz? 82 kilogramm. 82 kilo. 82 kiloni boyiga kvadrati chiqqan so'ngga bo'lasiz. Bo'lamiz. Xo'p, o'shanda raqam kelib chiqadi. Endi hozir sizniki menimcha shu 20 lar atrofi kelib chiqsa kerak, chamasi. Xo'p, mana bunaqa bor. 18 dan, to'g'ri 18 dan 25 gacha bo'lsa, 24-9 gacha deymiz. Bo'lsa bu normal vazn. Xo'p, 25 dan 30 gacha bo'ladigan bo'lsa, bu ortiqcha vazn, lekin bu semizlik emas. Ortiqcha vaznga kiradi. Izbichni vес deydi-yu, shunaqa. Lekin bu hali semizlik emas. 30 dan 35 gacha bu semizlik birinchi darajasi, 35 dan 40 gacha bo'ladigan bo'lsa, 40 gacha bo'lsa bu ikkinchi darajasi, 40 dan yuqori boyga indeks massa telamiz 40 dan yuqori chiqsa bu og'ir darajasi, ya'ni 3-darajasi deb hisoblanadi. Xo'p, bariatriyaga ko'rsatma bo'lib, boyga 35 deymiz, ikkinchi daraja semizlik bo'ladigan bo'lsa, o'shanda bariatrik operatsiyaga ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Tushunarli. Aynan o'sha operatsiyani o'tkazish uchun qat'iy ko'rsatmalar bormi? Qachon operatsiya qilish tavsiya etiladi yoki etilmaydi? Yaxshi savol bo'ldi. Xo'p, boyga aytganimizdek, tana vazni indeksi 35 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, xo'p, qandli diabet ikkinchi tipi qo'shiladigan bo'lsa, mana sahrin diabet bilan og'rigan bemorlarimiz bor-ku, o'shalar qo'shiladigan bo'lsa, xo'p, arterial gipertenziya qo'shiladigan bo'lsa, mana semizlik va qon bosimi oshadigan bo'lsa, boyga dislipidemiya deymiz, bu analizada ko'rsa bo'ladi. Keyin bo'g'imlarda og'riqlar qo'shiladigan bo'lsa, semizlik, bo'g'imlarda og'riqlar beryapti. Oyoqqa ortiqcha deylik yuklama tushayotgan bo'lsa, shu holatlarda bariatrik operatsiya ko'rsatma bo'lib hisoblanadi. Tushunarli. Ozish uchun operatsiya yoki inyeksiya, qaysi birini tanlash ma'qul? Xo'p, yaxshi savol bo'ldi. Hozirgi kunda davolashni, semizlikni qutulishni yoki davolashni 3 xil yo'li bor. 3 ta yo'li bor. Bittasi bu tabiiy yo'l. Misol uchun aktiv hayot kechirish, diyeta emas, diyeta bu boshqa narsa. Aktiv hayot kechirish va to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri ovqatlanish bilan diyetani farqi bor. Albatta farqi bor. To'g'ri ovqatlanish va aktiv hayot kechirish. Xo'p, bu statistik ma'lumotlarni aytaman, 1% aholida yordam beradi. 1% da yordam beradi, ko'pchilikda emas. 1% aholida yordam beradi. Agar bu yordam berganida o'sha inson ortiqcha vazn, semizlik darajasigacha chiqib ketmagan bo'lar edi, nazarimda. Birinchi navbatda shunaqa. Motivatsion rol ko'rib qolamiz, haqiqatan to'g'ri ovqatlaning, unday qiling deydi, lekin kamchilik bunga rioya qila oladi, desak to'g'ri bo'ladi. Qiladi emas, rioya qila oladi. Misol uchun kamdan kam. Qilgan taqdirda ham ma'lum bir muddatgacha, 1 yil, 2 yil qiladi. Bo'ldi, to'g'ri. Keyin oxiri bo'ldi deydi, yana qaytadan o'sha vaznga. Ikkinchi usuli bu endokrinolog tomonidan hozirgi kunda juda haligidagi aktiv chiqib kelyapti. Mana har xil Ozempic, Manjaro, Semaglutid, mana shunaqa inyeksiyalar bor. Bu ham yaxshi usul, lekin buni kamchiligi bor. Eng zo'r, eng zamonaviy haligi inyeksiyalardan foydalangan taqdiringizda ham bu inyeksiyalar doim dozasini ko'tarib borishingiz kerak. Misol uchun boshida mana 0.5 qildingiz. Tam 250 milligram qildingiz-da. Xo'p, undan keyingisi 1 oydan keyin 0.5 ga o'tasiz. 2 oydan keyin 1 ga o'tasiz. O'ziga o'rgatib qo'yadi demak. Keyin 1.5 ga o'tasiz. Agarda o'sha dozada ushlab turmasangiz, yana qayta vazn yig'ishni boshlaydi. Bir. Ikkinchisi, men ularni yomonlash emas. Uni o'zini ko'rsatmalari bor. Mutaxassislarda biz uchun uni ko'rsatmalari bor. Xo'p, keyin yuqori dozada uzoq ushlab tura olmaysiz. Nima uchun? O'zini ya'ni nima edi, yomon
haligi побочный действиялari berishi mumkin. Ya'ni asoratda ularni qachon qo'llab bo'lmaydi? Qachonki pochka buyrak yetishmovchiliklari bo'ladigan bo'lsa, misol uchun qo'llash mumkin emas. Qanaqadir oshqozon ichak tizimida muammolar bo'ladigan bo'lsa, uzoq qo'llash mumkin emas. Lekin uni o'zining ko'rsatmalari bor. Qachon? Misol uchun bemorimiz og'ir bemor, aytaylik 150 kilo. Bo'g'im og'riyapti. Misol uchun bo'g'imlarda og'riq bor. Endi protez qo'yishmoqchi. Ma'lum bir vaznni kamaytirish uchun ishlatishimiz mumkin. Vaqtinchalikka. Bo'lishi mumkin bemorimiz 90 kilo, 80 kiloga tushmoqchi. Ishlatishimiz mumkin. Yoki misol 80 kilo, 70 kilo qomatim kerak desa, ishlatishimiz mumkin. Lekin ularga aytiladi, ma'lum bir vaqtdan keyin to'xtatishimiz kerak. Agar bizlarni tartibga rioya qilmasang, diyetani ushlamasang, to'g'ri haligidagi yana vazn yig'ib olishing mumkin deyish mumkin. Endi sonlar, raqamlarga keladigan bo'lsak, mana zo'r preparat ishlayotgan taqdiringizda ham mana tanadagi ortiqcha vazn bor-ku, o'shani 20%nigina kamaytira oladi. Misol uchun aytaylik 120 kilolik bemor, bo'yi 170 bo'ladigan bo'lsa, u 70 kilo bo'lishi kerak. Unda aytaylik 50 kilo vazn bor. Ortiqcha vazn. Ortiqcha vazni 50 kilo. O'shani 20%nigina kamaytira oladi inyeksiyalar. Nimani hisobiga? Yog' eritish hisobigamikin? U kam ovqat yeyishi to'xtatiladi. Yog' eriydi, mushaklar eriydi, shu erish hisobiga. Yog' erish hisobiga asosanda 20% natija beradi. Bariatrik operatsiya bo'ladigan bo'lsa 65% natija beradi. Tushundim. Endi shu o'rinda savol Davlatxonga savol bermoqchimiz, albatta. Fikrlar yig'ib turibdilar. Endi xirurg bilan xirurg birgalikda faoliyat olib borasizlarmi yoki siz umuman boshqa yo'nalish bo'yicha, ya'ni farq qiladimi faoliyatingiz? Yo'q, faoliyatimiz buni oxirgi 3 yildan beri birga olib boryapmiz. 3 yildan oshdi ustoz. Qaysi nuqtada tenglashyapsiz, deylik? Men bularga shogirdman. Aha. Shogirdman. Yoshim 33 da hozir, men bularga shogirdman. Bu ustoz shogird an'anasi uzoq yillik narsa. To'g'risi bular hayotimdagi birinchi uchragan ustozim emas. Qaysi ma'nodaki? Biz ustozlardan ustozga qaysi bosqichda ketaverasiz? Men hozir endokirurgiya bosqichida men bularga shogirdlikka tushganman. Ya'ni qaysi ma'noda? Bizda murakkab qorinda amaliyot bajariladigan operatsiyalar, murakkab amaliyot. Bu faqat oshqozon qisqartirish emas, yo'nalishimiz. Ertalabdan kechgacha faqat oshqozon bilan shug'ullanmaymiz. Rekonstruksiya operatsiyalar bor. Masalan, ichaklarda bo'ladigan og'ir kasalliklar bor. Ichak kasalliklari. Siz hali uni internetlarga qo'yib bo'lmaydi, balkim Telegramda ko'rib qolgandirsiz. Meni yordam bering, bular mana og'ir kasal desiz. Xuddi shu qorin bo'shlig'ida kechadigan og'ir operatsiyalarni biz o'tkazamiz. Ana shu narsani endi traditsion usulda emas, endi xirurgiya qilsangizchi. Natijasi qanaqa bo'ladi? Yoki bo'lmasa qorin bo'shlig'ida bo'ladigan katta churralar bor. Operatsiyadan keyin hosil bo'lgan qorinda ko'p qolasiz, shishib qoladi, boshqa bo'ladi. Mana shularni ham endokirurgiya usulida qilish juda ham foydali. Ya'ni kam trauma. Deyarli jarohat, deyarli. Ya'ni bemorda og'ir operatsiya mo'ljallangan, mana misol uchun tasavvur qiling, o'zingiz yaqiningiz. Tilamayman buni, Alloh saqlasin. O'zingiz yaqiningiz, ko'zini ochsa, og'ir operatsiya bo'ldi, 5 soatlik operatsiya, 6 soatlik bo'ldi. Ko'zini ochadi, qorniga qarasa jarohati yo'q. Qanaqa yaxshi holat. Bu psixologik tomondan, endi tiklanish tomondan. Endi tiklanish tomondan. Qorinda jarohat yo'q, aytaylik, ko'rinib turgan jarohat bo'lmasa, bemorlar o'zini yana ham yaxshi his qiladi. Reabilitatsiyasi yana ham yaxshiroq bo'ladi. Chunki operatsiyadan keyin bemorlar nima uchun yotadi? Banjada 10 kunlar. Nima uchun? Birinchi navbatda o'sha parvarish desak, ikkinchi navbatda bundoq qilganda jarohatlarni parvarishlash. Biz periozka deymiz-ku, bog'larni almashtirish. Ya'ni har kun uni tiqib, kovlab, instrumentni bu yoqdan tiqib, bu yoqdan chiqarib, unga lim qo'l jo'natib, betadin artib, u qiynab, joy kelsa yana qaytib tikib, cho'qlarni ochib, mana shunaqa bir oylab balkim 1,5 oylab cho'zilib ketgan vaqtlar bo'lgan reabilitatsiya uchun. Albatta, har bir operatsiyadan endi, mana shu operatsiyadan endi zamonaviy usulda. Faqat bizda bitta shoshilinch xirurgiya bor, rejali xirurgiya borda. Bizda asosan rejali xirurgiya. Ya'ni bemorlarni shu operatsiyaga tayyorlab boramiz. Endi xirurgiya qanaqa amalga oshiradi? Mana misol uchun kameralar bilan kiradi, instrumentlar orqali ichaklarni ichaklarga ajratamiz, deymiz, boshqa deymiz. Lekin qorinda bo'sh joy yo'q-ku. Qanaqa bo'ladi? Gaz jo'natiladi. Ya'ni qorinda sun'iy bo'shliq paydo qiladi, gaz jo'natiladi, shishirib paydo qilindi. Mana shu joy hosil bo'lgan bo'shliqda biz ishlaymiz. Shu bo'shliq endi bemorni u yoqqa bu yoqqa qisman aylantirish orqali biz bo'shliqni u yoqdan bu yoqqa surib olamiz. Bu zamonaviy uslub deyman. Bu zamonaviy usul. Endi hammada qilib bo'lmaydi.
birinchi navbatda ko'rsatmalarga qaraladi operatsiyaga, keyin bemor kardiok kuzatuv olib boradi. Jismoniy Mana shu holatda qoringa gaz jo'natildi, yuqorida ko'krak qafasida nafas olishda yoki bo'lmasa yurak urishda ozgina o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni ko'krak qafasida siqilish paydo bo'ladi. Nisbatan siqilish. Endi yurak fraksiya vibrus deymiz, yurakni siqib berish hajmi kam bemorlarda yoki bo'lmasam o'sha surunkali o'pka kasalliklari bilan og'rigan bemorlarda bu biroz mushkulat. Shuning uchun ular operatsiyaga oldin tayyorlanadi, keyin olinadi. Demak, o'sha bemor ham o'rganilar ekan-da. Albatta tayyorlanadi operatsiyaga umuman olganda. Shu o'rinda bir narsani e'tirof etmoqchiman. Bariatriya operatsiyalari bu faqatgina tashqi ko'rinish uchun emas, balki aytganingizdek oson tiklanish, tez tiklanish uchun ham shu nuqtai nazardan ham foydali hisoblanar ekan. Xuddi shunday. Bariatriya mana bizda katta savol turadi. Mana eshikdan bemor kirib keladi. Tasavvur qiling. Asosiy maqsadingiz nima? Hayotda maqsadingiz. Ular birinchi hayotda maqsadi go'zallik emas. Sog'lom bo'lishding. Chunki u sizga aytilish shunaqa, sizga qulog'ingizga eshitilish shunaqa. Ozgina keyin chiroyli ketdi, u bundoq qarasa qo'pol qaytganda bonus u. Ortiqcha tana vazni kamaydi. Endi bo'g'imlarga og'riq tush kamayadi, tunda uyqu yaxshilanadi yoki bo'lmasa odatdagi hayotga qaytish yaxshilanadi. Endi deylik o'sha jamiyatga kirishib ketish yana ham osonroq. Endi oldingida hech kim uni pompaloq demaydi. Rost. Juda ham ko'p ijobiy. Siz uylanganmisiz? Xotiningizga siz semiribsan deb ko'ring. Ruhiy bosim bo'ladi deb ko'ring. Qani boshqatdan ayting, eshitmadim. Noto'g'ri eshitdimmi deb boshlaydi haqiqatdan ham. Xuddi shunaqa. Shuning uchun deylik bu ruhiy bosimga uchraydi bular. Endi semizlik ortib borgan sari bu jamiyatdan ajralib qolish yana ham uni qiladi. Albatta. Yana kuchayib boradi. Shuning uchun bu birinchidan semizlik, birinchidan tashqi ko'rinish bo'lishi mumkin. Ikkinchidan o'sha deylik asosiy qismi lekin sog'lik uchun bo'ladi. Agar chunki nima uchun tashqi ko'rinish birinchi o'rinda emas? Nima uchun? Deylik hozir aytamiz sizga ikkinchi daraja semizlik boshlanishi bilan ularda xirurgik operatsiya ko'rsatma boshlanadi. Birinchi daraja xirurgiya semizlikni nima qilsin? Lekin birinchi daraja ularni operatsiyaga ola olmaymiz. Misol uchun nima uchun? Chunki ularga hayotga xavf solib turadigan omillar bor hamma narsada. Operatsiya tomonidan demoqchiman. Bo'lishi hammasi risk. O'sha joyda biz tanlaymiz. Yo'q, sizni sog'ligingiz uchun shu operatsiya qilmaymiz. Ikkinchi darajaga sog'ligi uchun qilib beramiz. Uni sog'ligi uchun biz sizga mana tavsiya qilamiz. Mana shu etaplardan o'tsa, ba'zilarda yordam bermaydi. Ana shunda operatsiya temasi o'ylab ko'riladi. Sport bilan shug'ullanadi, dieta qildi, boshqa qildi, o'shalarda yordam bermaganda o'tiladi. Tushunarli. Oxirgi qismi. Oxirgi qismi. O'shanda ham massa telo indeksi dedik-ku, o'sha ham 32 dan kam bo'lmagan holatda. Nima uchun 32 dan kam? Chunki ortiqcha tana vazni kamayadi yoki bo'lmasa o'sha tanadagi qabul qiluvchi energiya miqdori kamayadi. Ana endi ular o'zini tiklash uchun o'zida yetarli energiya bo'lishi kerak. Qanchadir vaqt, deylik 1 oymi, 1,5 oy dieta ushlab turadigan bo'lsak, unga cheers blender orqali ovqat beradigan bo'lsak, maydalangan kasha ko'rinishdagi, lekin miqdori kam bo'ladi-da. Biz unga kamroq ovqat beramiz-ku. Ana o'shanda ular tanada yetarlicha resurs bo'lmasa, ular juda ham sustlashib qoladi. Eshitgansiz, operatsiya qildirib toshqozonni 40 kilo bo'lib qolibdi. Shu o'rinda yana bir muhim savol, suhbatimiz so'nggi savolim, chunki boshqa ko'plab savollarim bor edi, hammasiga javob berib o'tdingiz. So'nggi savolim aynan mana shu oshqozon operatsiyasini o'tkazgandan so'ng aholida shunday tushuncha bor ekanki, ular doimiy ravishda vitaminlar, qo'shimchalar, ya'ni badlar deyiladi-yu, shunaqalar qabul qilib yurishi kerak degan tushuncha bor ekan. Bu qanchalik rost? Xo'p, yaxshi savol bo'ldi. Xo'p, operatsiyani boya aytdikki, turlari bor deb. Bemorni holatiga qarab turib operatsiyani turi tanlanadi. Aytaylik, mana gastroenterologiya deymiz, bu qandli diabetni ikkinchi turini davolash uchun qilinadi. Bu operatsiyada siz aytganingizdek vitaminli ichib yurishga to'g'ri kelishi mumkin. Lekin nimani evaziga? Taroziga qo'ydingiz, bemor insulin olardi kuniga 4 mahal, 2 xilidan. Sahar diabetlarni bilasiz, insulinga bo'lishadi. Bir necha qator tabletkalar ichadi. Bir necha xil. Oshib ketmasdan. Davleniyasi bo'lsa, haligi qator tabletkalar ichadi, qon sudratigan ichadi, boshqa narsa. Bariatrik operatsiyadan keyin, aynan gastroenterologiyadan keyin bironta tabletka, bironta insulin olmaydi. Aksariyat bemorlar. U qandli diabetdan tuzaladimi shunda?
to'liq remissiyaga o'tadi. To есть sahri normadan ko'tarilmaydi. Operatsiyadan keyin. To есть aytaylik, insulin olyapti, boyagi tabletka qator-qatorlarni olyapti, ulardan qutuldi. Lekin 6 oyda bir marta oddiy aptekada sotiladigan vitamin komplekslar. Endi analiz olib turamiz, vaqt-vaqt topshirib turadi. Nazoratda Oddiy vitaminlar ichib yuribdi desak, qaysi birini tanlagan bo'lardingiz? Albatta ikkinchi variantini. Xuddi shunaqa. Shunaqa bariatriyaning turlari bor, oddiyroq. Misol uchun oshqozonni qisqartirish. Ular boshidagi 6 oy, 1 yil davomida korreksiya uchun vitamin ichadi, u yog'iga vitamin o'tirish shart emas. Yaxshi. Tushunarli. Obidjon aka, Davlatxon aka, rahmat sizlarga. Albatta. Foydali Juda mazmunli ma'lumotlar suhbat uchun, bo'ldi. mazmunli suhbat uchun albatta. Biz jon deb bu mavzuni davom ettirgan bo'lardik, ammo vaqt masalasi bizda cheklangan. Shu sabab biz azizlar reklama bilan dasturimizni davom ettiramiz. Marhamat.